Bu işlardan keyin Hazreti İsa Tiberiya ko'lining bo'yida shogirdlariga yana bir qitim ko'rindi. Bu qitimki ko'rinishining jarayoni mundaq bo'ldi. Simon Petrus, qo'shkizdak deb atiladigan Tomas, Galilidagi Kanaliq Natanyel, Zebediyning o'g'illari va boshqa ikki shogird birga edi. Simon Petrus, "Men beliq tutqili boraman" dedi. Ko'pchilik, "Bizmi sen bilan birga boramiz" deyishdi. Ular tashqariga chiqib, kemaga o'tirdi. Lekin kechacha hech narsa tuta olmadi. Tong otganda Hazreti İsa suv bo'yida turadi. Biroq shogirdlar uning Hazreti İsa ekanligini bilmadi. Hazreti İsa, "Balalar, sizlarda beliq yo'qmi?" deb so'radi. "Yo'q" deb javob berdi ular. "Torni kemining o'ng tarafiga tashlanglar, ondan tutalaysizlar" dedi Hazreti İsa. Ular torni shu yoqqa tashlab, shundoq ko'p beliq tutdiki, hatto torni tatib chiqara olmay qoldi. Hazreti İsa'nın yaxshi ko'rgan shogirdi Petrusga, "Bu Rabbimiz-ku" dedi. Simon Petrus uning Hazreti İsa ekanligini anglab, selivatgan chopunini kiyib suv sakridi. Qog'onlar qirg'oqdan ancha yiroq emas, taxminan 100 metrcha yiroqlikda bo'lib, beliq bilan to'lgan torni kema bilan tortib qirg'oqqa keldi. Ular qirg'oqqa chiqqanda, yog'och ko'mirdan yiqilgan ustida beliq bor gulxonni va nonni ko'rdi. Hazreti İsa, "Endi tutgan beliğinglardan akilinglar" dedi. Simon Petrus kemaga chiqib, torni qirg'oqqa tortib chiqadi. Tor cho'ng beliqlar bilan to'lgan bo'lib, kami 153 beliq bor edi. Beliq shuncha ko'p bo'lsa-mu, tor yirtilmagan edi. Hazreti İsa, "Kelinglar, tomoq yenglar" dedi. Shogirdlarning ichida birarisi-mu uningdan "Siz kim bo'lasiz?" deb so'rashqa petin olmadi. Chunki ular uning o'zlarining Rabbi ekanligini bildi. Hazreti İsa non bilan beliqni akilib, ularga berdi. Mana bu Hazreti İsa'nın o'lgandan keyin tirilib, shogirdlarga 3-chi qitimqi ko'rinishi edi. Tamoqdan keyin Hazreti İsa Simon Petrus'dan, "Yuhanna o'g'li Simon, sen meni buladimmi cho'nqur so'yamsan?" deb so'radi. "Shundoq Rabbim, mening sizni so'ydiganligimni siz bilasiz" dedi Petrus. Hazreti İsa uningga, "Undaqda qo'zlarimni o'tlat" dedi. Ikkinchi qitim yana uningdan, "Yuhanna o'g'li Simon, meni so'yamsan?" deb so'radi. Petrus yana, "Shundoq Rabbim, mening sizni so'ydiganligimni bilasiz" dedi. Hazreti İsa uningga, "Undaqda qo'ylarimni boq" dedi. Uchinchi qitim yana, "Yuhanna o'g'li Simon, meni so'yamsan?" deb so'radi. Petrus Hazreti İsa'nın bu savolni 3 qitim so'rganligiga ko'ngli bir qisma bo'lib, "Rabbim, siz hammani bilasiz. Sizni so'ydiganligimni bilasiz" dedi. Hazreti İsa uningga, "Undaqda
qo'ylarimni o'tlat. Bilib qo'yg'inki, yosh vaqtingda o'z belbeg'ingni o'zing bog'lab, qolgan yeringga ketatding. Lekin yashanganda qo'llaringni uzitib bersan. Boshqalar seni bog'lab, sen xolmaydigan yerga elib ketidi, dedi. Hazreti İsa bu so'zni Petrusning qandoq o'lish orqali Xudoga shon sharaf keltirilganligini bildirish uchun aytdi. Ondan uningga yana "Manga agishiva" dedi. Petrus kayniga burilib, Hazreti İsa'ning yaxshi ko'radigan shogirdining agishib kelayotganligini ko'rdi. Bu Hazreti İsa'ning oxirgi kechlik tamig'ida uningga yaqin o'ltirib, "Hey Rabbim, sizni tutib bermoqchi bo'lgan kimdi?" deb so'ragan shogird edi. Petrus uni ko'rib, Hazreti İsa'dan "Ey Rabbim, bu odam kelgusida qandoq bo'la?" deb so'rdi. "Agar men qaytib kelguncha uning hayot bo'lishini xohlasam, buning sen bilan nima munosabati bor? Manga agishiva" dedi Hazreti İsa uningga. Buning bilan qarindoshlar orasida yilqi shogirdning o'lmaydiganligiga doir gap tarqaldi. Lekin Hazreti İsa Petrusga u o'lmaydi demagan edi. Faqat agar men qaytib kelguncha uning hayot bo'lishini xohlasam, buning sen bilan nima munosabati bor degan edi. Bu ishlarga guvohlik berguvchi hamda bu ishlarni xotirlaguvchi ana shu shogirddir. Bizmo bilamizki, uning guvohligi haqdir. Hazreti İsa bulardan boshqa nurg'un ishlarni qilgan edi. Agar ularning hammasi ayrim yozilgan bo'lsa, meningcha kitoblar butun dunyoga sig'maydi.